Assalomu alaykum. Mana navbatdagi zapravkamiz Surxondaryo Termiz shahriga borib o'rnatamiz. Tayyor bo'ldi. Old tarafda kassalari bor. Texnos kolonkalari qo'yilgan. Kassaning ichida mebellari bor. Distansionni punktlari mavjud. Kassa ichilarini yopishim orqa tomonlarida bu oldi ko'rinishi bo'ladi. O'sha yo'lga bu tomoni qarab turadi. Reklama monitorlari qo'yildi. Bu tashkilotning logotiplari qo'yildi. Gold Petrol shu holatda bo'ldi. Shu holatda tashqariga mijozlarga shu holatda ko'rinib turadi. Shu holatda tepalari utublit qilingan, 100% yungslari issiqqa, sovuqqa chidamli. Yozda batareyam kam bo'ladi. 100% utublit qilingan yunguslarimiz.